Cruises klubiga xush kelibsiz. Bu sayohatlarda katta qiymat va foydali imkoniyatlar taqdim etadigan dunyodagi yetakchi klublardan biridir. Bu yerda siz ko'proq sayohat qilishingiz, yangi manzillarni kashf etishingiz, har bir bron paytida pul tejashingiz va sayohatlardan yanada ko'proq zavq olishingiz mumkin. In Cruises 2015-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Shu vaqt davomida kompaniya 100 minglab insonlarga hashamatli sayohatlarni qulayroq va hamyonbop qilishga yordam berdi. Shuningdek, 10 minglab hamkorlarga foydali xalqaro sayohat biznesini rivojlantirish imkoniyatini taqdim etdi. Klubning har bir a'zosi doimiy tejash uchun ikkita maxsus imkoniyatga ega. Birinchi imkoniyat Insider Pricing deb ataladi. U kruizlar, mehmonxonalar va kurortlarda narxni darhol 17% gacha kamaytiradi. Ikkinchi imkoniyat bonus bollar hisoblanadi. Ular yordamida kruizning odatiy narxini 50% gacha kamaytirish mumkin. In Cruises orqali klub a'zolari 21 mingdan ortiq kruiz variantlaridan foydalanishlari mumkin. Siz yuzlab mamlakatlarga va barcha 7 qit'aga sayohat qilishingiz mumkin. Shuningdek, kruizni safar boshlanishidan atigi 21 kun oldin bron qilish imkoniyati mavjud. Endi Insider Pricing qanday ishlashini oddiy misolda ko'rib chiqamiz. 2 kishilik kruizning odatiy narxi $3000. Insider Pricing orqali uning narxi $2490 gacha kamayadi. Natijada klub a'zosi bitta bronning vosida $510 tejaydi. Endi bonus bollar qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, faol klub a'zosining hisobida 1500 ta bonus bol mavjud. U ushbu bonus bollarni $3000 lik kruizni bron qilishda ishlatadi. Natijada kruiz narxining yarmi bonus bollar hisobidan qoplanadi va klub a'zosi o'z cho'ntagidan atigi $1500 to'laydi. Aynan shunday qilib, bonus bollar sayohat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Sayohatingizni yanada qulay va unutilmas qilish uchun kruiz va mehmonxonani birgalikda bron qilishingiz mumkin. Insider Pricing yoki bonus bollar yordamida yanada ko'proq mablag' tejaysiz. Siz kruiz boshlanishidan oldin yoki tugaganidan keyin mehmonxonada qolishni rejalashtirishingiz mumkin. Eng muhimi, kruiz va mehmonxona broni bitta platforma orqali tez va oson amalga oshiriladi. Ekrandagi misolda kruiz va mehmonxonani birgalikda bron qilishning afzalligi ko'rsatilgan. Faqat kruizning o'zida $800 dan ortiq mablag' tejaladi. Mehmonxona bronida esa yana $100 dan ortiq qo'shimcha tejamkorlikka erishiladi. Natijada umumiy tejash miqdori $900 dan oshadi. Bu esa In Cruises sayohatlaringizni yanada foydali va hamyonbop qilishini yaqqol ko'rsatadi. Endi esa o'zingizga eng mos a'zolik rejasini tanlash vaqti keldi. Siz premium, klassik yoki starter rejalardan birini tanlashingiz mumkin. Ushbu rejalar boshlang'ich to'lov, oylik badal, bonus bollar soni va insider pricing imkoniyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Qaysi rejani tanlamang. Har biri sizga sayohatlarda tejash va klubning eksklyuziv imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Eng muhimi, har bir inson o'z maqsadi va budjetiga mos rejani tanlashi mumkin. Endi esa a'zolik to'lovlaringiz xavfsizligi haqida. Barcha a'zolik to'lovlari Trust My Travel tomonidan himoyalangan. Bu shuni anglatadiki, agar kutilmagan holatda kompaniya moliyaviy qiyinchilikka duch kelsa, foydalanilmagan a'zolik mablag'lari belgilangan tartibda qaytariladi. Bu esa sizning mablag'ingiz ishonchli himoyada ekanini anglatadi. Endi In Cruises hamkorlari uchun biznes imkoniyatlari bilan tanishamiz. Siz nafaqat sayohat qilishingiz, balki bu imkoniyatni boshqalarga tavsiya qilib, daromad ham olishingiz mumkin. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va odamlar bilan ishlashni yoqtirsangiz, bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Siz katta daromad olish, sayohat mukofotlariga ega bo'lish va xalqaro biznes qurish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hamkorlikni boshlash uchun esa atigi $95 kifoya. Kompaniyada daromad olishning 5 ta asosiy usuli mavjud. Bular: to'g'ridan-to'g'ri aktivatsiyalar, haftalik matching bonusi, rekurrent daromad, Business Foundation bonusi va jamoa liderlik bonusi. Biznesingiz rivojlangan sari ushbu bonuslar orqali daromadingiz ham oshib boradi. Ushbu jadval liderlik darajalari va bonuslarni ko'rsatadi. Darajangiz oshgani sari jamoa hajmi, bonuslar va daromad imkoniyatlari ham ortib boradi. Jadval faqat kompaniya kompensatsiya rejasini tushuntiradi. Haqiqiy natija esa sizning faolligingiz va jamoangiz rivojiga bog'liq.
Asosiy bonuslardan tashqari, kompaniya yana 5 ta qo'shimcha mukofot taqdim etadi. Bular bepul a'zolik, Fast Start bonusi, elit sayohat imtiyozlari, bonus bon musobaqalari va rag'batlantiruvchi sayohatlardir. Faol hamkorlar qo'shimcha sovrin va imtiyozlarga ega bo'ladilar. Ekranda kompaniyaning eng muvaffaqiyatli liderlari, Board of Directors a'zolarini ko'rib turibsiz. Ular kuchli jamoa qurib, yuqori natijalarga erishgan hamkorlardir. Ularning muvaffaqiyati bu imkoniyat har bir inson uchun ochiq ekanini ko'rsatadi. In Cruises nafaqat sayohatlar, balki xayriya ishlari bilan ham shug'ullanadi. Kompaniya $2 million dan ortiq mablag'ni xayriya loyihalariga yo'naltirgan. Asosiy hamkor Mercy Ships. Shuningdek, kompaniya Ukrainaga gumanitar yordam dasturlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Endi esa o'zingizga mos yo'lni tanlash vaqti keldi. Siz klub a'zosi bo'lishingiz, hamkor sifatida biznes boshlashingiz yoki ikkala imkoniyatni birlashtirishingiz mumkin. Premium rejasi eng ko'p imkoniyatlarni taqdim etadi. Siz 800 ta bonus bol olasiz. Har oy qo'shimcha bonus bol yig'asiz va insider pricing xizmatidan cheklanmagan miqdorda foydalanishingiz mumkin. Bu eng yuqori qiymatni istaganlar uchun eng yaxshi tanlov. Klassik rejasi narx va imkoniyatlar o'rtasidagi eng yaxshi muvozanatni taqdim etadi. Siz bonus bol yig'asiz va yil davomida 5 marotaba insider pricing orqali bron qilishingiz mumkin. Starter rejasi In Cruises bilan tanishishni boshlash uchun eng qulay variant. Siz bonus bol yig'ishni boshlaysiz. Yiliga 2 marta insider pricing orqali bron qilishingiz mumkin. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, keyinchalik klassik rejasiga bepul o'tish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hamkor plus a'zo. Agar siz sayohat qilish bilan birga daromad olishni ham istasangiz, hamkor a'zo maqomi eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Siz sayohat imtiyozlari va biznes imkoniyatlaridan bir vaqtning o'zida foydalanasiz. Faqat hamkor. Agar asosiy maqsadingiz biznes bo'lsa, faqat hamkor sifatida ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Siz daromad olish imkoniyatlari, marketing vositalari va xalqaro jamoa qurish tizimidan foydalanasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi tanlov o'zingizda. In Cruises bilan foydaliroq sayohat qiling yoki xalqaro biznesingizni bugunoq boshlang. In Cruises oilasiga xush kelibsiz.